Barchaga assalomu alaykum, xayrli kecha aziz do'stlar. Yaxshimisizlar, xonadoninglar tinchmi? Endi bir gap bilan aytganda aziz do'stlar, bu opani og'iz tinsa ham bir joyi tinmas ekan. Bilmayman, doim o'ziga o'zi gap tilab oladi bu xotin. Chunki nimaga deganda ahvol tushdi, nol. Har bitta qanaqadir video qilmasa, qichima qilmasa bo'lmaydi bu xotin. Ko'p buni nimalarga ahamiyat qilmayapman. Hozir ko'pchilik menga bitta videoni yuborib yotibsizlar. Opa, sen qachon o'zingga kelasan? Bo'ldi, endi bu yo'q, yetar уже, pensiyaga chiqing endi, yetadi уже. Bu yo'q, endi navarali bo'lib, xudo xohlasa navaralarni katta qilib yuradigan momentingiz keldi. Hech kim yopishayotgani yo'q senga. Qatga kirsang, qichima gap, qatga kirsang, mamnaqa. Sen xotin o'zing tilab olasan, mamnta keyin ayollar chiqib, mana ba'zi birlari xafa bo'ladi. Nima qilasiz? Ayol kishini gapirib boshqa deydi. Bilmaydiki, sen o'zing odamni aniq qilishing